Hozirda shu yaqin 3 yil ichida ahamiyat berayotgan bo'lsak, qabristondagi go'rkovlar tarafidan har xil rasmlar, qo'g'irchoqlar, tugunlarga bog'langan ip, igna, to'nog'ich va shunga o'xshash narsalar topib olinayotgan videolar ko'payib ketdi. Bu aslida bizni boshimizga kelgan eng katta kulfat, ya'ni sehr avj olib ketdi. To'g'ri, alhamdulillah, masjidlarimizda jamoatlar ko'p, juma namozlarida jamoat ko'pligidan, hattoki masjid xonaqohlari bilan birgalikda masjid hovlilari ham to'lgan holda namozlar ado bo'lmoqda. Ammo folga ishonma, lekin folsiz yurma degan aqidada yashab kelayotgan insonlar hali hamon bor. Eng achinarli tarafi bilasizmi nima? Mana shu ishlarni bironta g'ayridin qilayotgani yo'q. Yashirin kameraga tushib qolayotgan sahnalarni ko'rsangiz lol qolasiz. Xotirjam birovning uyi ostonasiga suv, tuproq sepib ketilayotgan hollarni ko'rib dahshatga tushasiz. Hattoki mitti go'daklarni rasmlariga mixlar sanchilgan, qon yozuvlari bilan o'lsin, kasal bo'lsin degan iboralardagi rasmlar ham chiqyapti qabristonda. Bu ishlar bilan bir musulmon o'zidek musulmon birodariga kasallik, o'lim, baxtsizlik tilayapti. Hattoki iymonidan ayrilsa ham. O'sha sehrga duchor bo'lgan inson misli ko'rilmagan azoblarni Alloh izn bersa ko'ryapti, qiynalyapti. Ammo mana shu vaqtinchalik dunyoda bu sitamlar Allohning izni bilan o'tib ketadi. Lekin shu niyatni tilagan va amalga oshirgan inson xotirjam bo'lsin. O'sha zarar bergan insonga nimani tilagan bo'lsa, ikki dunyoda ham o'zi bundan battar kunni albatta ko'radi, xor u zor bo'ladi. Bir chekkada maxfiy tavbasi ham qabul bo'lishi amri mahol, agar tavba nasib bo'lsa. Chunki zarar bergan insonini oldiga borib, har bir bergan zarari uchun